Hop, Andijon Piyospayaga Razos hajini tushib beryapmiz. 861L Lounge modelidan. Hozir birgalikda buni tushirib, raspakovka qilib, ustanovkalarini joylashtirib sizlarga video qilib beramiz. Batafsil qanday holatda bo'lishini ko'rsatib. Bizda Razvalda ustanovka o'rgatish ustalari ham bor. Bir qator agar kimga hali Razval ishlatmagan yangi shogirdlar bo'ladigan bo'lsa, ishlashlarini o'rgatib ham qo'yishadi. Nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, batafsil Razval hajini qanaqa holatda bo'ladi o'rganib ishni yo'lga qo'yib olsanglar bo'ladi. Mana joyimizga yetib keldik. Hop, joyimiz mana yamaga o'rnatilyapti. Bu yerga Razval tushadi. Mashina bemalol kirib, o'rtaga relslarini qo'yib turib, mashinani ko'taradigan qilsa ham bo'ladi. U yerlarni ham o'rgatib qo'yamiz. Bu yerlarga chashka tushadi. Shu holatda, primerni shunaqa holatda bo'ladi, ya'ni. Bundan kattaroq qilib, yonida yuradigan qilib o'rnatsa ham bo'ladi. Telegramdan yozib yuborsanglar, sxemalarni tashlab beramiz.